Toza qovoq yog'i nimalarga yaxshi? Agar sizda prostata adenoma bo'lsa, prostata yo'li shamollashlar bo'lsa, mana hozir sovuq salqin tushdi, peshobdan achishlar, tomchilash bo'lsa, prostata shamollash bo'lsa, mana shu toza qovoq yog'i, jivozda chiqqan toza qovoq yog'idan ertalab bir osh qoshiq, kechqurun uxlashdan oldin bir osh qoshiq iste'mol qiling. Peshobdagi yallig'lanishlar, peshobda yo'ldagi shamollashlar, qovoqni baquvvat qiladi qovoqni. Erkaklik quvvatini oshiradi. Agar jigaringizda muammolaringiz bo'lsa, jigar tiqilmalari, jirovoy gepatoz, jigaringizda qotishlar bo'lsa, gepatit bo'lsa, mana shu qovoq yog'idan ertalab bir osh qoshiq, kechqurun uxlashdan oldin bir osh qoshiq iste'mol qiling. Xudo xolasa o't-qop dimlanish, zagib zaporlarni ochadi. Ich qotishlar deysizmi? Jigaringizda tiqilmalari, jirovoy gepatozlar hammasi ketadi. Bolalaringizda gijja bo'lsa, parazitlar bo'lsa, uy sharoitida mana shu toza juvozda chiqqan qovoq yog'i bilan gijjalarni qopi bilan tushirsangiz bo'ladi, birodarlar. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Uy sharoitida bolalar gijjasini, prostata adenomasi erkaklik quvvatini oshiradi. Jigardagi tiqilmalar, jirovoy gepatozlarga, jigarda gepatit bo'lsa, qovoq yog'i davolaydi, xudo xolasa.